Assalomu alaykum, saxovatpesha insonlar. Mana dadam 4 yildan buyon 2021-yil avgust oyidan buyon Parkinson kasali bilan og'riyapti. Mana dokumentlari, mana doktor xulosalari, mana doktor Arslonovdan ham xulosalari, MRT qog'ozlari, hammalari mana ko'rishlaring mumkin. Iltimos, Allohim qodir qilsa, imkonlaring bo'lsa, yordam beringlar, Allohning yo'lida duo qilamiz. Mana hozirda lecheniyalariga, dori-darmonlariga hech ham pul yetkazolmayapmiz. Iltimos, bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin, yordam beringlar. Bittagina o'g'il farzandlar bor, ular ham mana 7-kuni Rossiyaga chiqib ketdi. Endi iltimos yordam beringlar, bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Assalomu alaykum, saxovatpesha insonlar. Mana dadam 4 yildan buyon 2021-yil avgust oyidan buyon Parkinson kasali bilan og'riyapti. Mana dokumentlari, mana doktor xulosalari, mana doktor Arslonovdan ham xulosalari, MRT qog'ozlari, hammalari mana ko'rishlaring mumkin. Iltimos, Allohim qodir qilsa, imkonlaring bo'lsa, yordam beringlar, Allohning yo'lida duo qilamiz. Mana hozirda lecheniyalariga, dori-darmonlariga hech ham pul yetkazolmayapmiz. Iltimos, bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin, yordam beringlar. Bittagina o'g'il farzandlar bor, ular ham mana 7-kuni Rossiyaga chiqib ketdi. Endi iltimos yordam beringlar, bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin.